Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda jismoniy shaxslar uchun 3 karra yer solig'i bekor qilindi. Bugungi videoda shu haqida batafsil. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostidagi like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Jismoniy shaxslar uchun 3 karra yer solig'i bekor qilindi. Avval hisoblangan summalar qayta hisob-kitob qilinadi. Bu haqda Soliq qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Prezident 15-iyunda imzolagan qonun bilan Soliq kodeksining 483-moddasi 103-qism bilan to'ldirildi. Unga ko'ra, yer uchastkalaridan hujjatsiz foydalanganlik uchun 3 karralik soliq hisoblash tartibi jismoniy shaxslar uchun 2020-yil 1-yanvardan 2024-yil 1-iyunga qadar bekor qilindi. Avval amaldagi tartibga ko'ra bunday holatlarda Soliq qo'mitasi 3 barobar miqdorda hisoblanib, bu ayrim oilalar uchun og'ir moliyaviy bosim va sun'iy qarzdorliklarning shakllanishiga olib kelar edi. Endilikda soliq organlari tomonidan yuqoridagi muddat uchun avval hisoblangan soliqlar qayta hisob-kitob qilinadi. Qonun bilan o'zboshimchalik bilan egallangan yerga huquqni tan olish tartibi ham soddalashtirildi. Fuqarolar soliq qarzdorligi 12,36 million so'mgacha bo'lgan yer uchastkalarini qonuniylashtira oladi. Ushbu qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 3-fevralda qabul qilinib, Senat tomonidan 18-mayda ma'qullangandi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, shu kabi yangiliklardan tez-tez xabardor bo'lib turishni istasangiz, videorolik ostidagi like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.